Kızım beni, asal kızım bana. Xohlaganingizni tanlang. Bu yerda hammasi arzon ekan. Bir ota qiz bo'lib bugun kiyinaylik. Devori do'stlar, Perishta magazinda baringlarni kutib qolamiz. Assalomu alaykum o'zimni do'stlarim, hurmatli makandoshlar. Jalpingizlar omonsiz. Mana uy buloqli holatda bola chaqasi ko'p do'stlarimiz mana bugun bizdan xursand bo'ladigan bo'ldi. Biz hozir Qirg'iziston O'sh shahri Qurmonjondatqa ko'chasi 508 ga joylashgan eski Oltin kafesi hozirda Oltin Plaza atındagi soda borborini 2-etajida joylashgan. Do'stlar, ismi jismiga mos bo'lgan Perishta atındagi Baldar do'koniga bugun kelganmiz. Targoviy sentr magazin bo'lgani bilan baholar magazinda emas, Qorasuv bozori eng kamida bo'lmasam undan ham arzonroq holatda. Nimagaki bu magazinimiz yangi ochilishligini munosabatidan narx-navolarni ham arzon qilib, pluslarga shunaqa skidka o'yinlarini ham boshlab qo'yibdi. Mana bunday kartalarimiz bor ekan. Kelasizlar bu do'konimizdan eng kami 1000 so'mlik savdo qilgan do'stlarimizga pechat urib beramiz. 6 marta savdo qilgan do'stlarimizga 7-sida priz o'yinlarimiz bor. Ya'ni bu yerda qog'oz tanlaysizlar, omadinglar sizlar bitta tanlab ko'rsanglar, bu yerda xohlasanglar qimmatroq narsa tushib qolishi ham mumkin. Har xil turdagi sovg'alarimizni 7-sida tanlab olib ketasizlar. Shunaqa sizlarni qiziqtiruvchi zo'r skidkalarimizni ham boshlab qo'yamiz. Bizning do'konimizda nafaqat detsi kiyimlarimiz, bundan tashqari navro'jadonlik bolalarimizga pampersidan tortib o'yinchog'igacha, atir, upa, xullas nima desanglar hammasi ko'ryapsizlar. Kiyimlarimiz ham o'ziga qaraganda arzon narxda. Bu yerda aslida kачественный, yaxshi, bolalarimizga qo'rqmay kiydirib oladigan zo'r kiyimlardan tashkil topgan do'konimizdan ko'rib qo'yinglar. Mana bu doykalarimiz misol 800 so'm ekan, ichida trikolari bilan, mana bu yerda 1000 so'mlik, 700 so'mlik, xullas ko'lam o'ziga qaraganda arzon narxda, bozor narxidan ham kerak bo'lsa, ozgina arzonroq qilib ochilishining munosabatidan Perishta atındagi do'konimizga baringlarni chaqirib qolamiz. Mana obuvlarimiz ham vobshe turlari bor ekan, hammasi neobычный qimmat modelda o'ziga qaraganda mana arzon qilib qo'yib qo'yibdi. Obuvlarimiz, bu yoqda kiyimlarimiz ham mana jinsi, pinsi, xullas bolalarimiz, bu do'konimiz ayollar ko'rmasin, kelsa olma patrati hamma yoqda bo'laveradigan, ko'zingni quvnatadigan chiroyli tovarlar. Bu yerda mana hozir ekadigan qalin mana do'ykalarimiz, kamzurlar bilan o'ta neobычный zo'r narsalar bor ekan. Bu yerda yangi tug'ilgan chaqaloqlarimizga shunaqa nolovka deyman, shu navro'jadonlik kiyimlardan boshlab o'yinchoqlargacha mana bola chaqani yetalab kelib, maza qilib savdoni qilib, plus do'stlar mana bunday o'yinlarga ham qatnashib, kelib maza qilib savdo qilib ketadigan zo'r joy ekan. Mana bu skidka kartalarimiz kelib, nalichi holatda naqd pulga savdo qilgan do'stlarimizga bo'lsa, undan tashqari endi обычный dastlabki xizmatlari ham bor ekan. Uyda o'tirib bemalol bola chaqaga shunaqa kiyimlarimizdan zakaz qilish uchun telefon nomerlari 0755 92 94 01 0755 bilan 92 94 01. Do'stlar, shu nomerlarga kengina qayrilasiz. Adreslarimizni topib kelish ham juda ham oson holatda. O'sh shahrimizda Qurmonjondatqa ko'chasi, ya'ni Do'stlik Kurgovoydan kirib kelganimizda chap qo'ylarda ma'lumot uchun aytyapman, bu yerda hamma Oltin kafesi deb biladi. Aynan eski Oltin kafeda o'zini o'rnida hozir Oltin Plaza atındagi soda bo'rboriga aylanib qolgan. Bu tomonimizda Kumush atındagi kafemizga naproti joylashgan aynan Oltin eski kafesining ichiga kirganimizda to'g'rida lesitsa aynan 2-etajga ko'tarilib chiqqanimizda qarasanglar chap qo'llarda Perishta atındagi ushbu do'konimizda hammalar kutib qolamiz. Ish rejimlarimiz bezuxatnoyda har kuni ishlaydi ekan. Ertamanga hozirgi kunda bir 10 dan boshlab kechqurungi 7 gacha bemalol kelasizlar bo'ladi. Bo'lmasam aytilgan telefon nomerlariga qo'ng'iroq qilib, bo'lmasam dastlabki xizmatlardan foydalansanglar bo'ladi. Uy buloqli holatda bola chaqasi ko'p do'stlarimizga shunaqa bir chiroyli yaxshi yangilikda hammalarni kutib qolamiz. Alsat KJ kanalimiz eldin, janob sizning xizmatingizda.